shu 10 ming rublda pul yo'qotayotganingizni bilasizmi? Negaligini aytib o'taman. Har pul jo'natayotganingizda 5-6 ming, undan ko'proq, ya'ni 10-15 ming rublgacha pul yo'qotayotganingizni siz bilmaysiz. Videorolikni oxirigacha ko'ring, tushuntiraman. Assalomu alaykum, sizlar bugun videorolikda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi videorolikda Rossiya davlatida yurganlar uchun juda foydali bo'ladi degan umiddaman. Ancha pulni ekonom qilib qolasiz. Ya'ni hozirgi vaqtda Rossiya davlatida pul jo'natish dollarda, so'mda juda qiyinlashib bormoqda. Har xil prilojenalar chiqib bormoqda. Unga ishonib, ishonmasligingizni ham bilmaysiz. Sizga eng oson va juda foydali va juda yuqori sifatda, yuqori konseptda pul jo'natish yo'lini o'rgataman. Buni juda ko'pchilik aholi bilmaydi. Bilgan blogerlar ham bu to'g'risida xabar bermaydi. Bundan menga hech qanaqa foydasi tegmaydi. Prosta postoyanno уже 1 yildan beri mana shu bank orqali o'tkazib yuraman. Juda foydali. Hozir sizga razilsasini ham ko'rsataman. Video oxirigacha ko'rsangiz, Sber bilan bu men aytayotgan bankning razilsasi juda katta bo'ladi. Короче, men aytayotgan bank bu MTS bank bo'ladi. Bu MTS bankda olish juda oson. Mana shu любой MTS связь, ana sim karta sotayotgan joyga borsangiz, buni ofislari yo'q. O'sha MTS sim karta sotayotgan joyga borsangiz, menga MTS karta kerak desangiz, albatta bezatkaz qilib beradi. Prosta gol uslugangiz bo'lishi kerak. Hamma narsangiz normal bo'lishi kerak. Oldin musofirlarga bermasdi, migrantlarga. Hozir beryapti, chunki o'sha 1 yil oldin olganman. Juda yuqori balandda ketadi. So'mda ham, dollarda ham jo'natsangiz bo'ladi, har qanaqa yo'li bilan. Uni farqi yo'q, juda foydali. Men hozirgacha bu narsani juda ko'pchilik bilmas ekan, oxir shu to'g'risida video qilib chiqishga qaror qildim. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozirgi mana shu videoni ko'rsalar, kursni qanaqa farqi borligini bilib olasizlar. Videoga bitta like bosinglar, qani ketdik. Mana ki MTS dengiga kiramiz. Mana kirgan zahotingiz boya o'zimni u kartaman perevod qilgandim. Mana ko'rib turibsiz, mana shunaqa обычный. Mana platejga kirasiz. Platejga kirgandan keyin Zaravojniga kirasiz. Mana O'zbekistonni tanlaymiz. Agar O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, mana bu yerda pastda ko'rib turganingizdek dollar, yevroda ham jo'natsangiz bo'ladi. Kartaga jo'natsangiz ham bo'ladi. Mana qarang, hozir tekshiramiz. Mana 1000 rubl jo'natmoqchi bo'lsak, agar kartaga qarang. 141.599 so'm tushib ketibdi ancha yana. Mana shunaqa eng yuqori baland konsentda. Endi dollar kursini ko'ramiz. Mana dollar kursi ham 5 problem, 5 necha jo'natasiz. Mana 1000 rubl 11 dollar ekan. Hozir 100 dollar adashmasam 8200 bo'lishi kerak edi agar. Yana ko'tarib ketdim. Yo'q. Yana ko'taribdi. Demak 8000 shunga ko'tarib ketdi. Menki dollar tashlamayman, o'sha hisobga ko'p qiziqmayman. Mana dollar 8500 rublingiz 100 dollar pul bo'lyapti ekan. Короче, bu yerda hamma narsa yuqori stavkada ketadi. Hozir sizlarga buning uchun MTS Sberga ham kirib ko'rsataman. Sberda qanaqa bo'ladi? Sberda razilsa qanday? Agar adashmasam O'zbekiston другой страна и так O'zbekiston по карту mana bu yerda qanaqa bank bor edi? Mikro bormikan? Qo'ysin, mikrokredit bank 100 rubl o'tib ketmasin. Mana 100 rublingiz qancha bo'lyapti? 13499. Короче, bu degani 10 mingdan, masalan 10 ming rubl pul tashlaydigan bo'lsak, 500 rubl yutqazar ekanmiz. MTSga qaraganda Sberda. Tushunarli bo'ldimi mana aka? 500 rubl farq bo'lyapti. 500 rubl. Siz qancha pul jo'natasiz? Shuning uchun MTSni tavsiya qilaman.